Qaysi blogerdan nima sovg'a olishni istaysiz? Shaha Patayevdan. Onajonim Shaha Patayevni kuzatadilar, gap yo'q. Nima sovg'a? Ayollar xohlaydigan narsa atir. Shaha aka telefonni oling, biz ketdik. Ana Shaha akani biz topdik. Onajonim meni muxlisim emas, Shaha Patayevni muxlisi ekanlar. Atir dedilar sizdan. Onajoningiz uchun jon fido. Bilmadim, mana dedim, yangamlarga yoqadilarmi? Videolarim yoqayapti-ku. Martalarga atiram yoqadi, xudo xolasa. Bu chin dildan, lekin chin dildan. Xo'sh, qaysidan tanlaymiz? Amerikanskiy brend ekan. Bella Vinci Camuto. Yangamlar Bella Vinci Camuto meforatmi? Qudalarni oldiga borishgan, taka. Endi hozir mas'uliyatimni oshiryapsiz, majburiyatimni ham oshiryapsiz. Men hozir sizni onajoningizga sovg'a qilganimdan keyin uydaga ularga ham olishim kerak. Onajonimga qo'shib. To'g'ri. Shuni olamiz. Tamam, mana biz atir xarid qildik. Shaha aka, endi biz buni aytib beramiz. Endi sizni onajoningiz, lekin obunachi meniki. Shu uchun o'zim aytib beraman. Mana shaxsan Shaha Patayevning o'zlari sovg'ani topshiraman dedilar. Yangamlar shu atrofda ekanlar, yana o'ylamaylik, kelishilganda. Yana o'ylamaylik, Abdumajid hech narsa sovg'a qilmaydi. Men o'zim sovg'a qilaman. Prosta endi Obunachi sifatida sizdan sovg'a olishni istadim. Yuribman devonaday. Biz ham shunaqa manfaatli videolar olishga harakat qilamiz. Mana shunday onaxonlarni, yoshlarni to'g'ri yo'lga boshlaydigan kontent olishga harakat qilaman va siz meni kuzatayotganingiz bu men uchun katta baxt, motivatsiya. Ayniqsa o'g'lingiz blogerlik bilan shug'ullanadi, hamkasbimiz. Buni ustiga siz meni tomosha qilishingiz bu men uchun katta faxr. Siz bilan bitta joyga borganmiz o'sha bir vaqtda. Bu hammaga ham nasib qilmaydi. Bitta muqaddas joyga bosh qo'yib, qo'limizni tekkizib, o'sha yerlarni aylanib ziyorat qilib kelganmiz. kuzatishni davom ettiringlar, obuna bo'lib qo'yinglar, barchaga omad.